matchdan qolib ketyapsiz deganlarga qaranglar, bunaqa narsalarni menimcha hali trenddan chiqib ketmagan. Lekin men hozir matchaligini xarid qilib yeb sizlarga ko'rsataman. Nechun endi sizlar bilan birga buni ochib ko'ramiz. Trendda hali Zaymartdan oldim 28 ming so'mga. Bu yerda yozilishi bo'yicha klubnika ustida matcha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ekan. Mana bunaqa ko'rinishda ko'rayotgan bo'lish kerak. Gapni nima qilib? Bismillahirrohmanirrohim. Voy, qoldim. Mana ichida shunaqa oddiy qulupnoyli mana bu quritilgan qulupnoy ustida bo'lsa oq shokolad bilan matchani aralashtirganligini mazasi. Mazasi привкусini ham eshitdim. Buni men oddiy shokoladligini yemaganligim uchun o'shaning uchun sizlarga qanaqadir отличительный чертalarini bu bunaqa ekan, bu unaqa ekan deb aytolmayman, lekin mazasi taksibel ekan. Hozir oxirigacha yeb oling. Mazasi shu. Boshqa hech qanaqa aytadigan narsa matchaga haqiqatan o'xshaydi. Ichida qulupnoyligi, hamma qulupnoy qanaqa bo'lsa shunaqa, oddiy suxa frukt qulupnoy, живой emas. Narxi 28 ming, Zaymartdan olgan edim. Shunaqa. Sizlar qanaqasini yeb ko'rgansizlar? Kommentariyada yozinglar, qaysi biri yaxshi, o'shandan keyingi obzorim bo'ladi.